Nuralijon, ma darvozani yasam qanchalik bo'lganda ajab chiroylikkina. Qarangma gullarni, ha? Bo'lganda 5-10 yil. 5 yilma ajab chiroyli yasabda. Ha. San'atdan beri. Asosiyatan darvozadan chiqimi shunday ekanda. Mustak kesakda, qishda. Qishqaninkida qilib san'atlar. Qashqada o'shama. Yakan emaslar. Yakanda. Nereden siz yakanida turaldi? Shunda desek mashda. Qashqa tava emasmi? Shu nereden siz yakandan dedi. Qag'ayadilar. Nereden siz Qashqa yig'ishadan, Qashqa yo'pog'idan deydi. Mana Nuralijonlam yakandan deb turib oladi. Do'stlar, biz hozir yakandagi o'dalliq izninki bizning sarxonada ko'nak keldik, ha? G'olamjon, necha yil bo'lib ketdi? 3 yil bo'lib ketdi? 3 yil oldu. 3 yilni yog'i bir bola tug'ilsin mang'idak bo'ldi. G'olamjon bilan 3 yil bo'lib ketdi sarxonadagi o'dalliqda. G'olamjon o'zi boshqa izidan Musho o'dalliq esa 20 kilometr keldigan yeza, ashyadan kelib ma do'konni mishad ochdi. Chunki men o'zi bayisninki sarxonadagi do'konni boshqalar ichib bo'lganda Hey men zaten şu kazan olan kandalık isem ben çokum birleşsem buldu. Odallık isne bağım dedi. Bana desek şuna odallık isne 20 kilometre kelip ma dükkanı berip kelip içip atkan 3 yıl oldu. Odallık isne sizin mal ele verem diken. Biz anlasak yaken de yani bir yizdi kelip dükkanı almaydı diken de anlap kıgan tok. İşte sayıqlı qilman deb kelganki o'zim ishonch bilan Çünkü odallık izdikiler bilen biz yakın emas mi? Hammaylar tonish emas. Mal bakıdığ adam bilen. Bizningki şu mal semirtish, süt chiqarish bo'lgandikan nishonimiz o'xshash bo'lgandikan keladi. Sodamiz backseat yutib barsiz yaqinda yo'g'a. yomon emas, yaxshi. Chang chiqarib yutib barsiz, ulgamaylam qo'z yemlari mana. Sizmi qo'z yem chiqib yutib barsiz? Ha. Masala o'stan hal qilamiz bugun. Ag'ani g'azi yemning basma qilim va Mava huquq guvohnamamizdan vaqt o'shab ketdi. Uzun bo'lib ketdi. Sizga hozir jarimani qo'ysak bo'ladi ekan. Va sizga baga huquqni vaqt o'shab ketdi. Shunaqmi? Qanday qilamiz hamda? Almashtirlar. Bu yerdagi vaqtda 2021-yil 1-oyning 1-kuni. Buning 5 yil bo'ldi. Ma taxtiga. Shuning bilan do'stlar, biz hozir shu yakandagi o'dalliq esda bu do'konimizni mishada ichayotgani 3 yil bo'ldi. 3 yil jarayonida o'dalliq esdagi nurg'un baxmichilarimiz davomli qo'llab turdi. Andan keyin bizning ayrimxonamizda o'dalliq esidan men deb gap qilib, biz mishada do'konning adresini yo'llab bergan bo'ldik. Mishada malak batgan baxmichlar nayt ko'p. Bulab mayanlar bizniki shu mozaik qo'za, andan keyin mayadagi bir sog'liq yemi bor. Mana bir iki xaltlam qapta buningdanmi. Bu sog'liq yemlari bakishdik shu o'dalliq esida. Mishadagi bizni davomli qo'llayotgan baxmish do'stlarimizga tashakkurimizni bildiramiz. Biz ham o'dalliq esdagi do'konimizning o'rni makonimizda bir un zavodi bor ekan. Aqbuloq un zavodining keyin oldi darvozasining oldida mishakasak bo'ldi. O'dalliq esida sarxilniki har qanday mahsulotlar lozim bo'lib qolsa, mana nomer telefon olamiz. 132 79 72 50 53. Telefon qilsanglar oilaga kirasak salat yetkazib bermana. O'sha bir qo'saq bo'ldi.